lekin nega biz qilmayotgan harakatlarni qilishini xohlaymiz-da. Ya'ni biz qilmaymiz u harakatlarni. Tabiiy bizdan boyroq, bizdan aqlliroq bo'lishini xohlaymiz. Oxirgi rezultat, oxirgi natija shu. Lekin nega biz qilmayotgan jarayonlarni takrorlab bo'lishini xohlaymiz shu ishlarni? Natijada bizdan yaxshiroq bo'lsin. Lekin biz qilayotgan harakatlarni biz qilmayotganlarni qilsin. Biz qilmayotganlarni qilsin-da, o'rgatishda mana qarang-da, bitta savolda. Masalan, deylik mana bir inson bir narsani o'rganishi uchun, mana Vygotskin teoriyasiga qaytadigan bo'lsak, unga tepasida mentor kerak deydi. Ya'ni o'rgatib turadigan, o'rgatadigan, yaxshiroq, ko'proq biladigan inson deb aytadi-da. Ba'zan bu ota, ba'zan o'qituvchi, ba'zan misol uchun balki videodir deydi. Ya'ni bir narsada ustunroq bo'lgan inson deydi. Ustunroq bo'lgan inson. Bola bir narsani o'rganmoqchi bo'lsa, o'rganishi uchun unga o'sha narsada ustun bo'lgan odam kerak. Veli tush o'rganmoqchisiz, veli tushni biladigan odam kerak-da sizga. O'zi endi o'rgangan, o'zi hali bilmaydigan odam emas. Kitob o'qishni kimdan o'rganasiz? Doimiy kitob o'qiydigan odamdangina o'rgana olasiz kitob. Ota-ona aytib o'qi desa, o'yishchi deydi-da bola. O'yishchi. Ota-onadan, u ota-ona zo'r bo'lgan narsadangina bola o'rganadi bir narsani. Ya'ni bir insondan o'zi zo'r bo'lgan narsada degan narsani o'rganish mumkin. Siz futbol o'ynashni futbol kommentatordan o'rganmaysiz. Futbolchidan o'rganasiz. Siz professordan biznes qilishni biznes professordan o'rganmaysiz. Professor bo'lishni o'rganishingiz mumkin. Lekin biznes qilishni biznesmendan o'rganasiz. U teoriyani bilmasligi mumkin. Yonida yurasiz, misol uchun nima qilyapti, qanaqa qilyapti, nega qilyapti deb yursangiz bo'ladi-da. Xuddi shunaqa, ya'ni bir narsani o'rganish uchun o'rgatuvchi o'sha narsada yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni yaxshi tushunishi kerak va yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lishi kerak. Inson ota-ona o'zi o'qimas ekan, o'ta mushkul bo'ladi u farzandiga kitob o'qitirish. Ya'ni u o'qita olmaydi. U o'qitira olmaydi. O'qitirishi mumkin qanaqa oddiy motivatsiya, ya'ni o'sha qand berib, kattaroq bo'lsa pul berib, mana shunaqa, ya'ni qanaqadir, ya'ni o'ta ham kitob o'qish uchun o'qitirmaydi. O'sha boshqa B natijaga erishtirish uchun A ishni qildiradi. Masalan, kitob o'qisang men senga veli olib beraman deyish mumkin. Shunaqa qilib o'qitadi, lekin u kitob o'qitmayapti xolos. U shunchaki o'zi bolani axloqini, o'sha behavior deymiz, o'zini tutishini modelирование qilyapti xolos. Ya'ni boshqarishga harakat qilyapti. То есть modelирование uchun model kerak-da, qo'pol qilayotgan. Shunaqa. Подражательный model. Shunaqa, ya'ni siz xavos qilasiz, ko'rasiz, mana shunaqa qildim, mana shunaqa bo'laman deysiz. Kitob o'qitmoqchimisiz, kitob o'qishingiz kerak bo'ladi. Bizda men bitta narsani o'ylayman, maktabda ishlaganman. Bola juda kech o'qiydi deb o'ylayman O'zbekistonda. Hozir endi bilmayman vaziyat qanaqa, xudo biladi. Hozir ham podgotovkalar, bir balolar, maktab, dashkolniy nimadirlar bo'lib ketganda hozir. Maktabda maktab o'qilmaydi menimcha. Ne, umumiy o'qishni bilishni ham nazarda tutyapman-da. Harf tanish. Ha, 2-sinf bola zo'rg'a kitob o'qiydi-da. 8 yosh, ya'ni 8 yoshli bola zo'rg'a kitob o'qiydi. Bizda qanaqadir norma deb hisoblanadi. Misol uchun, men o'zim necha yoshdan kitob o'qishimni gapirsam, ko'pchilik ensasini qotiradi. Tanigan odamlar aytishi mumkin, to'g'ri deyish mumkin yoki men yoshligimda ko'rganlar. Yaponiyaga mana yaqinda trip qildim. Bu haqda ham alohida gaplashamiz, xudo xolasa. O'tda 4 yoshgacha ko'pchilik o'qir ekan. 2 bilan 4 orasida o'zi nimani hisobiga bu qolib ketish bor-da. Mana shuni bir analiz qilib bersak-da, balki ota-onalarga pasil berarmiz. Rivojlanishdan qolib ketish, bolamda talant yo'q deb o'ylaydi ba'zilar, boshqa narsa deb o'ylaydi. O'zi mana shu bola bu dunyoga kelgandan keyin muhit qanchalik rol o'ynaydi. U ertaroq ongi shakllanib, ertaroq qanaqa aqliy qobiliyatlarni o'zida shakllantirishi. Va yana bitta narsa shu yerda, menga qiziq narsa, shu aqliy qobiliyatli erta shakllanishi hayotda qanaqadir fora beradimi, qanaqadir plus tomoni